yigitlarga sevgan, yaxshi ko'rgan qizini olib berishmagan, yaxshi ko'rgan yigitiga qizlarni uzatishmagan, bizga to'g'ri kelmaydi degan. Ota-onalar hal qilgan bolalarning taqdirini. Va mana shu yerda chiroyli bitta maqolga ko'zimiz tushdi. Sevmagan inson bilan yashash jonga qasd qilishdir deb nomlanadi bu. Sevmasdan yashash bu qamoqda yashashdek. Bu asta-sekin o'zingizni yo'qotish, yuragingizni, ruhingizni, haqiqiy meningizni so'ndirish demakdir. U inson yaxshi, mehribon bo'lishi mumkin, do'stdek. Sizlar birga choy ichasiz, kulishasiz, hatto bolalaringiz, umumiy qiziqishlaringiz, yillar davomida yig'ilgan xotiralaringiz bor. Ammo shom tushgach siz uning yonida yotib, yuragingizdagi bo'shliqni ko'z yosh bilan to'ldira boshlaysiz, chunki u sevganingiz emas. İçingizda nimadir norozilik bilan shivirlaydi. Bu emas. Bu hayot men kutgan hayot emas. Bunday munosabat kundan kunga bo'g'adi. Har tongda uyg'onib, yoningdagi inson siz kutgan odam emasligini his qilish eng og'riqli tuyg'ulardan biri. Ko'pchilik bunga ko'nikadi. Yillar o'tadi, hayot o'tadi, ular o'zini afsuski yo'qotib qo'yadi. Ammo ishoning, bir kun sevgida quriladigan haqiqiy munosabatni topish umidi bilan yashash 1000 marta yaxshiroq. Ushbu inson ham, siz ham boshqa taqdirga loyiqsiz. Hayot nihoyatda qisqa. Uni niqoblar ostida yashash uchun sarflashga arzimaydi. Sevmagan inson bilan yashash o'ziga xiyonat. Undan ko'ra rostdan sevganini kutgan yaxshi. Siz nima deb o'ylaysiz? Haqiqatda bizda shunaqa oilalar ko'pmi? Sevmasdan yashaydigan oilalar.